Assalomu alaykum. Efirda Diplomatik Digest. Ushbu dasturda odatdagidek O'zbekistonning xalqaro maydondagi faol ishtiroki va muhim diplomatik voqealar yoritiladi. Mazkur hafta O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan 4-5 iyun kunlari amaliy tashrif bilan Sankt-Peterburg shahrida bo'ldi. Davlatimiz rahbari pragmatik muloqot barqaror kelajak sari yo'l shiori ostida o'tgan 29-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumining yalpi yig'ilishida ishtirok etib, nutq so'zladi. Tashrif dasturida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv o'tkazildi hamda yurtimizda birinchi integratsiyalashgan atom elektrostansiyasi qurilishini boshlash marosimida ishtirok etdi. Ko'rsatuvimizni vazirlik xabarlari bilan davom ettiramiz. Mazkur haftada O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov hamkasblari bilan telefon orqali muloqot qildi. Xususan 2-iyun kuni Ozarbayjon Tashqi ishlar vaziri Jayxun Bayramov bilan telefon orqali muloqot o'tkazdi. Suhbat davomida ikki va ko'p tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashdi. 3-iyun kuni esa Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Jayinbek Kulubayev bilan telefon orqali muloqot qildi. Vazir Baxtiyor Saidov Qirg'izistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashining 2027-2028 yillar uchun doimiy bo'lmagan a'zosi etib saylangani munosabati bilan samimiy tabrikladi. 3-iyun kuni vazir AQSh davlat kotibining jamoatchilik diplomatiyasi bo'yicha o'rinbosari Sara Rojers bilan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu tashrif ikki davlatlarning strategik sherikligini yanada mustahkamlash va xalqlarimiz o'rtasidagi o'zaro anglashuvni kengaytirishga xizmat qilishiga ishonch bildirdi. Vazir shuningdek, shu kuni yurtimizdagi diplomatik missiyasini yakunlayotgan Malayziya elchisi Ilham Tua bin Ilyas bilan xayrlashuv uchrashuvini o'tkazdi. Xuddi shu kuni vazir Gonkong maxsus ma'muriy hududi administratsiyasi rahbari John Lee Kachiu bilan uchrashuv o'tkazdi. Gonkong rahbarining yurtimizga tashrifi O'zbekiston Xitoy har tomonlama strategik sherikligini mustahkamlash hamda mamlakatimiz bilan Gonkong o'rtasidagi aloqalarni yangi mazmun bilan boyitishga xizmat qilishi qayd etildi. Uchrashuv davomida o'zaro vizasiz rejimni o'rnatish to'g'risidagi hukumatlar aro bitimni tuzish niyati bo'yicha verbal notalar almashildi. Mazkur qadam fuqarolarimiz uchun qo'shimcha qulayliklar yaratib, o'zaro almashinuvlarni faollashtirishga xizmat qiladi. 2-iyun kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Bobur Usmanov Rossiya elchisi Aleksey Yerxov bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida turli darajalarda bo'lib o'tadigan bo'lajak tadbirlar rejasi ko'rib chiqildi. Shuningdek 4-iyun kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Bobur Usmanov Pekin shahrida bo'ldi. Tashrif doirasida Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Nurlan Yermekbayev bilan uchrashdi. Tomonlar Qirg'iziston poytaxtida Shanxay hamkorlik tashkilotining 25 yilligi barqaror tinchlik, taraqqiyot va farovonlik sari birgalikda shiori ostida o'tkazilishi rejalashtirilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari sammitiga tayyorgarlik jarayonini atroflicha muhokama qildi. Shu kuni Pekin shahrida Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi vitse-prezidenti Li Xuesyun bilan uchrashdi. Tomonlar tahliliy markazlar hamkorligini kengaytirish, ilmiy ta'lim aloqalarini rivojlantirish hamda davlat boshqaruvi uchun kadrlar tayyorlash bo'yicha kelishuvga erishdi. 2-iyun kuni noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha O'zbekiston AQSh ikki tomonlama ishchi guruhining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbirga O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Olimjon Abdullayev hamda AQSh elchisi Jonathan Henik hamraislik qildi. Muzokaralarda noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish, mehnat migratsiyasi va viza tartib taomillarini soddalashtirish masalalari muhokama qilindi. 2-3-iyun kunlari O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Marvohid Azimov, Xitoy elchisi Yu Tsyun, Yaponiya elchisi Kenji Hirata va Koreya elchisi Won Do-yon bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Muloqotlar davomida O'zbekistonning ushbu mamlakatlar bilan strategik hamkorlik munosabatlari kun tartibidagi dolzarb masalalar, ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish istiqbollari, jumladan siyosiy muloqot va savdo-iqtisodiy hamkorlikni yanada kengaytirish hamda avvalgi oliy darajadagi tadbirlar yakunlari bo'yicha erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish jarayoni ko'rib chiqildi.
4-iyun kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mirvohid Azimov Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash bosh kotibi Qayrat Saribay bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida O'zbekiston va Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash o'rtasidagi hamkorlikning joriy holati hamda uni yanada rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqildi. Shuningdek, 5-iyun kuni Mirvohid Azimov Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Asad Majidxon bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida tomonlar tashkilot doirasidagi amaliy hamkorlikni yanada mustahkamlash masalalarini muhokama qildi. Xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimiz mamlakatimiz nufuzini oshirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish yo'lida izchil faoliyat yuritmoqda. Chet elda bo'lib turgan vatandoshlarimiz bilan doimiy muloqotni ta'minlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish tashqi siyosatimizning ustuvor yo'nalishidir. Aynan shu maqsadda hafta ichida tashkil etilgan muhim tadbirlar va uchrashuvlar tafsiloti bilan quyida tanishing. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimizda qator tadbirlar bo'lib o'tdi. Jumladan, O'zbekistonning Sankt-Peterburg shahridagi bosh konsulxonasi tashabbusi bilan O'zbekiston yosh peterburgliklar nigohida nomli bolalar ijodiy tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Germaniya poytaxtida esa Logenhaus Berlin GmbH tashkilotining tadbirlar uyida Dunyo bolalar nigohida xalqaro rasmlar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva boshchiligidagi O'zbekiston parlamenti delegatsiyasi Serbiyaga tashrif chog'ida Belgrad shahrida Parlamentlararo ittifoq parlamentlar ayol a'zolari global konferensiyasida ishtirok etdi va nutq so'zladi. 65 davlatdan kelgan ishtirokchilarga 2026-yil 4-6 sentyabr kunlari Samarqand shahrida Parlamentlararo ittifoq yosh parlament a'zolarining global konferensiyasi o'tkazilishi rejalashtirilgani haqida ham ma'lum qilindi. Yaponiyaning Tojiki prefekturasida O'zbekistonning biznes imkoniyatlari va inson kapitali forumi tashkil etildi. Forum va uchrashuvlar yakunlari bo'yicha ko'plab sohalarda O'zbekistondan malakali mehnat resurslarini jalb qilish bo'yicha qator kelishuvlarga erishildi. Xitoyning Tianjin shahrida bo'lib o'tgan World Intelligence Expo 2026 sun'iy intellekt va intellektual texnologiyalarga bag'ishlangan yirik xalqaro ko'rgazma forumda O'zbekiston madaniyati va turizm salohiyati taqdim etildi. O'zbekiston elchixonasi diplomatlari Polsha Osiyo savdo palatasi hamda Milliy iqtisodiyot banki tomonidan tashkil etilgan biznes forumda ishtirok etdi. Janubiy Koreyaning Busan shahrida Global Citizen Festival in Busan 2026 xalqaro festivalida O'zbekiston milliy stendi namoyish etildi. Qatar poytaxtida O'zbekiston elchixonasi tomonidan Islom sivilizatsiyasi markazi va Qatar Culture Village madaniy majmuasi bilan hamkorlikda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining taqdimoti bo'lib o'tdi. Varshava shahridagi Osiyer Bemovo stadionida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari o'rtasida futbol bo'yicha 17-Polsha xalqaro turnirida O'zbekiston jamoasi g'olib bo'ldi. Terma jamoamiz a'zosi Maksim Islomov turnirning eng yaxshi darvozaboni deb topildi. Germaniyaning Schleswig-Holstein federal o'lkasidagi Arensburg shahrida 28-may 1-iyun kunlari bo'lib o'tgan 19-xalqaro kamera orkestri festivalida O'zbekistonning yosh musiqachilari ham muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib o'tgan Etnosport madaniyat festivalida O'zbekiston Sport vazirligi, Milliy olimpiya qo'mitasi va Milliy paralimpiya qo'mitasi delegatsiyalari faol ishtirok etdi. O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan haj ziyoratiga yuborilgan 100 nafar o'zbekistonlik prezident hojilari hajning barcha amallarini muvaffaqiyatli ado etib, Jidda shahridagi podshoh Abdulaziz nomidagi xalqaro aeroportdan Toshkent shahriga qaytdi. Ma'lumot o'rnida haj safarini yakunlagan yurtdoshlarimizni Jidda shahridan olib kelish ishlari joriy yilning 19-iyun kuniga qadar izchil davom ettiriladi. O'zbekistonning ochiqlik va konstruktivlikka asoslangan tashqi siyosati mintaqaviy tashabbuslari jahon hamjamiyati tomonidan yuqori baholanmoqda. Mamlakatimizdagi izchil yangilanishlar va ularning xalqaro e'tirofi xususida xorijlik siyosatshunoslarning fikr-mulohazalariga e'tiboringizni qaratsak.
O'zbekiston atrof muhit muhofazasi sohasida chinakam yetakchilikka intilmoqda. Toza havo, bexilma-xillikni asrash, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va chiqindilarni samarali boshqarish birinchi darajali ahamiyatga ega masalalardir. Ayni paytda mamlakat ularga muammo sifatida emas, balki sarmoyaviy imkoniyatlar deb qaramoqda. O'zbekiston aynan shunday yondashuvni namoyish etyapti. Должен сказать, что участие президента Узбекистана Fikrimcha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Peterburg xalqaro iqtisodiy forumidagi ishtiroki g'oyatda muhim. Bu O'zbekistonning ko'p vektorli tashqi siyosatini izchil amalga oshirayotganini yaqqol namoyon etadi. Shu nuqtai nazardan mutaxassis sifatida aytishi mumkinki, O'zbekiston barcha qo'shnilari bilan do'stona munosabatlarni o'rnata oladigan ancha erkin mamlakat sifatida Xitoy, Yevropa Ittifoqi, Italiya va Rossiya bilan a'lo darajadagi aloqalarga ega. Bugun dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalari yurtimizdagi siyosiy, iqtisodiy va mintaqaviy yangilanishlarni diqqat bilan kuzatib, keng yoritmoqda. Bu xalqaro hamjamiyatning mamlakatimiz tashabbuslariga bo'lgan yuqori qiziqishi va e'tirofidan dalolatdir. Nufuzli xorijiy nashrlar sahifalarida joy olgan eng muhim tahliliy maqolalar sharhi bilan kadr ortida batafsil tanishamiz. Xususan, Toshkentda 4-6 iyun kunlari bo'lib o'tgan Termiz muloqotining ikkinchi yig'ilishi ahamiyati va O'zbekistonning mintaqaviy hamkorligidagi roli Janubiy Koreyaning nufuzli nashrlarida, Xitoyning Peace Searcher jurnalida, Ispaniyaning El Mundo Financiero portalida, shuningdek, Pokistonning The Diplomatic Insight jurnali va The World News elektron nashrida keng yoritildi. Shu bilan birga Rossiyaning Vedomosti gazetasi, Interfax va RIA Novosti agentliklari Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashi yig'ilishidagi ishtiroki turkum maqolalarni chop etdi. Mamlakatimizning investitsiyaviy va iqtisodiy jozibadorligi ham xalqaro ekspertlar e'tiborida bo'ldi. Bo'lajak Toshkent xalqaro investitsiya forumi haqida Pokistonning The Gulf Observer portali O'zbekiston o'zini Yevrosiyo investitsiya markazi sifatida namoyon etmoqda deb yozgan bo'lsa, Turkmanistonning yetakchi ommaviy axborot vositalari tadbir Markaziy Osiyoning yangi investitsiya arxitekturasi shakllantirishni ta'kidladi. Shuningdek, Hindistonning Business Central Asia ishbilarmonlik nashri may sonini O'zbekistondagi serqirra iqtisodiy islohotlar tahliliga bag'ishladi. Turkmanistonning Orient agentligi O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'lida Hindiston bilan bozorlarga kirish bo'yicha muhim bayonnomani imzolaganini xabar qildi. O'zbekistonning geosiyosiy maqomi va ta'lim sohasidagi aloqalari ham yuqori baholanmoqda. Yevropa poytaxtida nashr etiladigan EU Reporter va EU Reflect portallari Belgiyaning Toshkentda elchixona ochishi qarorini O'zbekistonning mintaqadagi strategik ahamiyati ortib borayotgani bilan izohladi. Polsha siyosiy idoralarining Ekos Wina gazetasida O'zbekiston sivilizatsiyalari chorrahasi va kelajak mamlakati maqolasi chop etilgan bo'lsa, Janubiy Koreyaning Global Korea Post nashri Turkiy davlatlari universitetlari o'rtasidagi faol ta'lim va ilmiy integratsiyaga to'xtalib o'tdi. Yurtimizning boy madaniy merosi va turizm salohiyati xorij matbuotida haqiqiy sensatsiyaga aylanib, alohida aks-sado berdi. Xususan, Turkiyaning Arkeofili jurnali Surxondaryodagi Jarqo'ton yodgorligidan o'zbek va italiyalik olimlar tomonidan topilgan trepanasiya izlari bo'lgan 4000 yillik bola bosh suyagi haqida yozib, butun dunyo ilmiy hamjamiyatining katta hayrati va qiziqishiga sabab bo'ldi. Jahon matbuotida ulkan shov-shuv uyg'otgan ushbu noyob topilma qadim zamonlardayoq zaminimizda yuksak tibbiy mahorat mavjud bo'lganini isbotlab, Osiyo hududida aniqlangan eng qadimgi jarrohlik amaliyotlaridan biri sifatida e'tirof etildi. Shu bilan birga Hindistonning Travel Trade Journal portali O'zbekistonga tashkil etilgan lyuks toifasidagi tanishuv turi yakunlarini yoritib, mamlakatimizning xalqaro sayyohlik hamjamiyati uchun eng jozibador yo'nalishga aylanib borayotganini qayd etdi. Muhtaram tomoshabinlar, O'zbekistonning global maydondagi faol diplomatiyasi va yuksak xalqaro mavqeiga oid muhim voqealar shulardan iborat edi. Oldinda bizni yangi va qizg'in siyosiy jarayonlar, yirik xalqaro tashriflar hamda tahliliy muhokamalar kutmoqda. Dasturimizning navbatdagi sonlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.